Birinchi kuni davom etdi. Ham endi bizning shu forumda qatnashuvchi rayonning eng aktiv yoshlari turli seksiyalarga bo'linib ishlay boshladi. Ham endi ular oldinga qo'yildi bo'lish. Ular shu belgili bir vaqt ichida bir problemani ko'tarib chiqib, ham endi shuna proyekt yozuv. Hozir endi shu yozib turgan proyektlarning ham endi yoshlar bilan biz tanishib ketdik. Bizim kichkinagina talabimiz endi nasionalniy kultura degan temani oldi. Bunda endi rayonda ozgina tema berib bergach, yoshlar bizlarda qiziqsinib ketdi. Ular endi rayonda festival o'tkazsalar kerak. Endi tatarlar bizim bilamiz bitinde rayonimizda tatarlar, ruslar, udmurtlar, mariyalar, krashinlar yashaydi. Shular bilan yoshlarga festival o'tkazsalar kerak. Ular o'zlarini защиты yashab, o'zingizda barsin ko'rasiz. Татарша, Руся. Была ведь татарша акцент, ёхма. Ксеник, вы, наверное, уже во многих районах были, наверное, как молодежь участвует в проектах, вообще вот если взять в республике? Молодежь очень активно участвует просто и в проектной деятельности, именно в проектной деятельности социальной. Очень много проектов именно на социальные темы, на молодежные темы. Очень много ребят участвует в конкурсах, как республиканских, так и российских. Поэтому я думаю, что ваш район тоже будет активен в этом поприще, и он будет активнее и активнее присоединяться к этому делу.